Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanali kuzatuvchilari, aziz obunachilar va bizning uzoqdan va yaqindan kuzatib borayotgan akalarimiz. Va'daga muvofiq vakilimiz Ravikamizda o'tgan safar hashalarimizdan chiqarib bergandik. Bu safar mana bunday sotali makkalarimizdan o'ziga qo'yilgan yorma setkamizni chiqarib beramiz. Xo'p, bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun Ravikamizda qulayliklari va komplektda nimalar borligini tushuntirib aytib o'tib ketamiz. Xo'p, Drabilkamiz universal hashaydan chiqaradi, don mahsulotlarini ham chiqaradi. Eng asosiysi 3 fazda ko'nnaganmi, lekin 220 ga ishlaydi. Drabilkamiz soladigan joylar 4 burchak. Hop, komplektida mana bunday zaslonkasi bo'ladi. Kamerachimiz yaqinroq ko'rsatib qo'yaylik, mana. Don uchun zaslonkasi bor mana. Bu joydan sota solgani, mana pastidan mana sotilgan makka, bug'doy, arpa. Endi hozir biz sotani solib qo'yganmiz, ya'ni don mahsulotlarining eng qattig'i shu bo'ladi. Shuni chiqargan Drabilka qolganiga o'ylanmaydi xolasa. Shuning uchun sotani chiqarib ko'rsatib beramiz. Hop, komplektida mana aytib o'tganimizdek o'zidagi yorma setkasi, mana qo'shimcha yana 3 ta bor. Hop, hashakka molbob setkasi, qo'ybob, tangacha setkasi, maydaroq hashakka va sotilgan makka, arpa, bug'doy va shunga o'xshagan don mahsulotlari uchun 1,5 millik kepak setkasi. Ya'ni molga kepak sepib beradigan holatda qilib beradi. Общий komplektda bitta, ikkita, uchta, to'rtta bor. To'rtta bo'ladi. Setkalar mana 360 gradusda, ichiga 360 chiqadi. Bunda qo'yilgandan keyin mahsulot chiqishda qiynalmaydi, ya'ni har tomondan mahsulot chiqadi. Komplektida yana mana bunday shilangi bor va maxsus sikloni bor. Siklonni vazifasi shilangdan chiqqan mahsulotni, don bo'ladimi, hashak bo'ladimi, bitta ham emas, ikkita qopga joylab beradi. Mana bunday ruchkasi bor. Buni burilsa bu qopga, bu tarafga qilinsa, bunisiga joylab beradi. Ya'ni bunisi to'lsa, bunisi o'tkaziladi. Agar bunisi to'lib qolsa, bunisiga o'tkaziladi. Juda ham qulay. Endi kimgadir menga mana bu siklon kerak emas deganlar uchun mana bu shilang orqali birorta bir yamaga yoki xonaga yoki konteyner bo'lsa, o'sha joygacha yetkazib bera oladi. Ya'ni shilang orqali 10 metr, 15 metr atrofida joyga bemalol yetkazib beradi. Endi bizda ba'zilar so'rab qoladi-da, menga siklon kerak emas deydi. Tomga qo'yaman, tomdan bitta xonaga tushiraman deydi. Shunaqa so'raganlar uchun ham juda qulay, yaxshi apparat. Xo'p, endi hozir aytib o'tdik. Don chiqqan mahsulotni, don bo'ladimi, hashak bilan qopga joylab beradi. Ya'ni changi 100% changimaydi bo'lmaydi. Changni 80-85% ushlab qoladi. Ya'ni A5ning Drabilkadan ko'ra ancha changishi kamroq. Endi bu changishi chiqadigan maqsadga ham bog'liqda. Ba'zi o'tlar bo'ladi, juda ham chang bo'ladi. Ba'zi o'tlar bo'ladi, deyarli chang chiqmaydi. Shuning uchun chiqadigan maqsadga bog'liq. Endi hozir mana ko'rsatib qo'yaylik, mana hali gapimiz yolg'on bo'lib qolmasin. 220 kabel, mana hech qanaqangi 3 faza emas. Bunaqangi avtomatlari bor, voltmetrlari bor, tok necha kelyapti, qo'shgandan keyin necha yurayapti, hammasini ko'rsatib turadi. Mana motorlari ham 4 kilovat 3000 оборот eng sifatli yaxshisidan qo'yilgan. Mana 100% medniy, eng original variantda. Yaxshisidan qo'yilgan, xudo uyaltirib qo'ymaydi. Hurmatli obunachilar, bitta narsaga e'tibor berib qo'yasizlar, bu vakilimiz Ravikamizga 220 tok to'liq bo'lishi kerak. 190, 180 bo'lsa ishlashi mumkin, lekin o'ta nima desam, nagruzka bilan ishlaydi. Ishlash tavsiya qilinmaydi xullas, past tokda. Tok stabilniy 220 bo'lishi kerak. Endi hozir solib qo'ygan makkalarimizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Abro to'liq olgandan keyin solishni boshlaymiz. Silang orqali qopga joylab beradi.
Hoplar hemen ishket tavanına suyla gider. Hurmatli obunachilar, mana videomiz cho'zilib ketmasligi uchun qisqaroq qilib chiqarib ko'rsatib berdik. Mana havoning kuchliligidan qoplar ishib ketdi. Bosim juda ham kuchli. Endi hozir havo to'xtab, bosim to'xtagandan keyin natijani ko'rsatib beramiz. Bunisiga. Ikkala qopga ham bursa bo'ladi bemalol. Hurmatli obunachilar, mana natijani birgalikda ko'ramiz hozir. Mana bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, mana chiqqan sotali makkani yorma holatda chiqqan varianti. Bir qaynarlik bo'ldi. Molxo'yga shuni bersa ham bo'ladi. Endi shuni qaynatib berilsa yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi qaynatib berilsa. Agar nariga setgan qo'yilsa, bundan ham mayda qora, sepirilgan qora. Ayniqsa hozir jo'ja sezon bo'lyapti, jo'jalarga shuni berilsa, xudo xolasa maza qiladi. Bu drabikani olasiz, ashaydan ham chiqaradi, donni ham chiqaradi. Ya'ni tegirmonga borib, ochet kutib, u chiqargandan keyin g'alla berish shart emas, pul berish shart emas. Bitta drabika olasiz, hashagingizni ham chiqarib beradi, donangizni ham maydalab, cho'g'li qilib chiqarib beradi. Xo'p, drabikamiz endi narx-navosi haqida aytib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, motori 4 kW 3000 оборот misli bo'ladi, aluminligi bo'lmaydi. Narxi O'zbekistondagi narxi 5.600.000 so'm. Dastavkasi Xorazm Urganchgacha bepul. Zakaz berilsa, uygacha olib borib, ishlatib ko'rsatib berilgandan to'lov qilinadi. Xo'p, yetkazib berish muddatlari Vodiy Toshkentga 3-4 kun ichida. Xorazmgacha 1 hafta, uzoq 10 kun. Endi ba'zida ko'proq zakaz bo'ladi, ba'zida kamroq zakaz bo'lishi mumkin. O'sha tayyor bo'lishiga qarab, imkon qadar tezroq olib berishga harakat qilamiz. Qirg'izistondagi narxi 47.000, dastavkasi 300 kilometrgacha bepul. Undan u yog'iga kelishgan holatda qilib beramiz. Mana drabikamiz o'zida Qirg'iziston nomerlarimiz va pastda O'zbekiston nomeri ham, Qirg'iziston nomerini ham qoldirib ketamiz. Bemalol orqaga chiqib zakaz berishlar mumkin. Bu videoni chorvador akalarimizga, drabikaga qiziqadigan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Videomiz davomida adashgan joylarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz va videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.